Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Muhammad Sodiq, assalom, qalaysiz? Yaxshimisiz? Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Siz yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat jonim bolam. Qani, bugun necha yoshga to'ldingiz Muhammad Sodiq? 6 yosh. 6ga? 6 yoshga to'ldingizmi bugun? Ha, Malades jonim. Bugun sizni tug'ilgan kuningiz bilan Yaqinimga tabrik kanalidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilyapmiz. Avvalambor sizni chin dildan tabriklaymiz asalim. Ilohim, hamisha yaqinlaringiz, dadajoningiz, buvijonlaringiz barchasini baxtiga, ayajoningiz baxtiga va bizni baxtimizga hamisha sog' salomat, katta yigit bo'lib ulg'ayishingizga tilakdoshmiz. rahmat. Azizsiz. Sizga atalgan samimiy tabriknoma bor. Ushbu tabrikni o'qib eshittiraman. Tayyormisiz Muhammad Sodiq tinglashga? Ha, Marhamat assalam. Kulgularing kerak menga quvonchlaring. Aslo senga yo'liqmasin qayg'u alam. Yuragingda gullab tursin ishonchlaring. Baxtimga sen omon bo'lgin jonim bolam. Mehrim daryo qirg'og'iga zorim o'zing. Yaratgandan tilab olgan borim o'zing. Yorug' kunim iftixori orim o'zing. Baxtimga sen omon bo'lgin jonim bolam. Assalomu alaykum biz uchun aziz, qadrli bo'lgan aziz dilbandim. Bugun seni 7 yoshga to'lishing munosabati bilan chin dildan tabriklaymiz. Bu yoshing orzularing katta bo'ladigan, ko'zlaring porlaydigan beg'ubor eng go'zal davrdir. Hayoting hamisha har bir kuni quvonchga to'la bo'lsin. Qadamlaring omadli, yuraging esa hamisha pok va mehrga boy bo'lsin. Ilmli, odobli, vataniga manfaatli, ota-onasiga suyanch bo'la oladigan baxtli inson bo'lib ulg'ayishingni tilaymiz. Biz seni juda yaxshi ko'ramiz. Kulgularing hech qachon so'nmasin. Orzularing osmondek baland bo'lsin. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin deya ajoyib shirin tabriklarini yakunlabdilar. rahmat. Azizsiz. Muhammad Sodiq, bu tabrikni sizga yo'llayotgan avvalambor dadajoningiz, ya'ni dadangizning ismlari kim edi? Abdurahmon. Voy assalom yana. Malades. Va oyijoningiz, oyingizning ismlari kim edi? Mahbuba. Unanib ketay o'zim. Qolaversa bobojoningiz, buvingiz, opalaringiz, xullas barchasi sizni chin dildan muborakbod etadi. Amakingiz va sizni yaxshi ko'rgan qadrdonlaringiz va Neloya opangiz hamda Zumrotaxon xolangiz ham sizni bugun yangi yoshingiz bilan tabriklamoqda. Rahmat. Azizsiz. Muhammad Sodiq, Ha, sizga bir nechta savol beraman. Savollarimga javob bera olasizmi? Qani bir tekshirib ko'rsam rozimisiz? ha, Sizga savollar beraman. Savolimga javob bera olasizmi, yo'qmi? Keling sinab ko'ramiz. Tayyormisiz? ha. Agar osmondan rangli yomg'ir yog'sa, qaysi rangni tanlagan bo'lardingiz? Sizga qaysi rang ko'proq yoqadi? Yaxshi. Yashilmi? Oh, men ham yashil rangni yaxshi ko'raman. Agar sehrli tayoqchangiz bo'lsa, nimani o'zgartirardingiz? Muhammad Sodiq. Allo? Ha, Muhammad Sodiq. Meni eshityapsizmi? ha. Multfilmlar ko'rib turasizmi o'zi? Tamam. Qarang, sehrli tayoqchangiz bo'lsa, nimani o'zgartirasiz? Bir tasavvur qilib ko'ring, chiqani hech kimni yordamisiz. Buyurun.
O'ynashni xohlaysizmi? O'yinchoqlaringiz ko'p bo'lishini xohlaysizmi yoki? Молодец. Muhammad Sodiq, asalom. Sizni yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Baxtimizga omon bo'ling. Ilohim, boshingiz omonlikda kattakon inson bo'lib ketganingizda ham sizni qutlab yuraylik, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, jonim, salomat bo'ling. Xo'p. Muhammad Sodiq bugun bizning jajji qahramonimiz 7 yoshga qadam qo'ymoqdalar. Samimiy shirin tilaklar, ezgu niyatlarga boy bo'lgan tabriknomani ayni daqiqalarda ota-onasi Abdurahmonbek va onajonisi Mahbubaxon nomidan bobojonisi, buvijonlari, amakilari-yu barchasi qolaversa yaqinimga tabrik kanali ijodkorlari nomidan biz chin dildan jajji qahramonimiz Muhammad Sodiqni tabriklaymiz. Ilohim, orzulari baland inson bo'lib, barcha orzulariga yetadigan, maqsadlari sari olg'a qadam tashlaydigan ajoyib inson bo'lsinlar. Sizlar bilan boshlovchi Niloya va yaqinimga tabrik kanali ijodkorlari bo'ldi. Omon bo'ling, biz barchangizni yaxshi ko'ramiz.